Gitda o'zgarishlarni orqaga qaytarish bo'yicha amaliy darslarimiz uchun Gitni konfiguratsiya qilib olamiz, zaruriy konfiguratsiyalarni o'rnatib olamiz va local repository uchun bitta folder yaratib, uni ichida Git repozitoriyni initsializatsiya qilib olamiz. O'zgarishlarni working areadan staging areaga va staging areadan commit areaga olib o'tadigan git add, git commit komandalarini o'rganib chiqdik. O'zgarishlarni bir tomonga surishni o'rgandik. Endi shu o'zgarishlarni orqaga, ya'ni commit areadan staging areadan working tree'ga qaytarish uchun kerak bo'ladigan komandalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda fayl yaratamiz va bu faylni, ya'ni o'zgarishni staging areaga qo'shib, uni commitga o'tkazib olamiz. Git status va git log komandalarini outputlaridan ko'rishimiz mumkinki, staged areamizda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Commit areamizda bo'lsa, bitta commitimiz bor. Git restore komandasini amalda qo'llashni o'rganish uchun ikkita o'zgarish qilib olamiz. Birinchi o'zgarishni staged areaga o'tkazib olamiz va bu o'zgarishni faylning ichida staged deb nomlab olamiz, o'zimiz adashib ketmasligimiz uchun. Yana bitta o'zgarish qilib turib, u o'zgarishni working tree da qoldiramiz. Git status komandasini outputiga e'tibor beradigan bo'lsak, yashil rangda bizaga staged areada turgan o'zgarishlarni, qizil rangda bo'lsa working tree da turgan o'zgarishlarni ko'rsatdi. Git restore komandasini run qilganimizda working tree da turgan o'zgarishlarni orqaga qaytarilganligini ko'rishimiz mumkin. Va git status komandasini outputiga qaraydigan bo'lsak, faqat yashil rangda staged dagi o'zgarishimiz bor. Hamda faylni kontentini ochganimizda ham working tree deb yozilgan working tree dagi o'zgarishimiz yo'q bo'lib qolganini ko'rishimiz mumkin. Git restore komandasiga -staged optionini qo'shish bilan staging areada turgan o'zgarishni working tree ga qaytarib olishimiz mumkin. Git status komandasida ko'rishimiz mumkin. Yashil rangda bizga ko'rsatilgan staged da turgan o'zgarish endi qizil rangda working tree da turibdi va faylni kontentida ham staged degan so'zimiz turibdi. Bu working areada o'zgarish sifatida saqlanib turibdi. Yana bir marta git restore komandasini run qiladigan bo'lsak, endi working tree ga o'tib qolgan staged dagi qaytgan o'zgarishni batamom o'chirib tashalganini ko'rishimiz mumkin. Oxirgi commitimizni, commit messagini o'zgartirishga harakat qilamiz va buning uchun git commit -amend komandasidan foydalanishimiz mumkin. Bu juda ham oson. -amend optionidan keyin -m option berib, yangi messagimizni yozamiz va shuni o'zi bizni oxirgi commitimizni messagini o'zgartirib qo'yadi. Endi xuddi shu git commit amend komandasi yordamida oxirgi commitga bitta o'zgarishni qo'shib o'ramiz. Alohida commit qilmaymizda, oxirgi commitimizga o'zgarishni qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Buning uchun faylga o'zgartirish kiritib olamiz yoki yangi fayl yaratib olamiz va bu faylni staged areaga o'tkazib olamiz. Git status komandasidan ko'rishimiz mumkin, faylimiz staged areada o'zgarish sifatida saqlanib turibdi. Agar shu joyda shunchaki git commit komandasini run qiladigan bo'lsak, amend optionini qo'shmasdan, bu bizga yangi commitni yaratib beradi. Amend optionini qo'shadigan bo'lsak, oxirgi commitimizga shu o'zgarishimizni qo'shib beradi. Git status komandasini run qilib ko'radigan bo'lsak, staged areada hech qanaqa o'zgarish qolmadi. Git log komandasidan ko'rishimiz mumkinki, commitimiz ikkita bo'lib qolmadi. Bitta commitni o'ziga o'zgarish kiritildi. Git tarixidagi bironta commitni xavfsiz ravishda orqaga qaytarish uchun revert komandasidan foydalanishimiz mumkin. Buni ko'rib chiqish uchun bitta yangi revert fayl degan fayl yaratib olamiz va uni ichiga kontent yozib saqlab olamiz. Ushbu yangi qo'shilgan faylni staged areaga qo'shamiz va commit sifatida saqlab olamiz. Commitga revert commit degan message yozib olamiz. Revert commitdan keyin yana bitta commit yaratib olish maqsadida bitta o'zgarish qilamiz. Normal fayl degan fayl yaratib, uni staged areaga qo'shib, uni ham commit sifatida saqlab olamiz va commitga normal commit messagini yozib qo'yamiz. Yuqoridagi ikkita commitdan tashqari, uchinchi commitni ham amalga oshiramiz va undan keyin revert qilishga o'tamiz. Git log yordamida commitlar historisini hamda ls komandasi yordamida repozitoriyadagi fayllarning listini ko'rib olamiz. Git revert komandasi yordamida revert qilmoqchi bo'lgan commitimizni orqaga qaytaramiz. Buning uchun commitni hashidan foydalanamiz. Text editor ochilib, commitga message yozishimizni so'radi.
Nimaga? Chunki bironta commitni revert yordamida orqaga qaytarmoqchi bo'lganimizda xuddi shu commitga teskari commit yaratiladi. Va ko'rishimiz mumkinki, Git tarixida revert commitimiz ham turibdi va unga teskari bo'lgan oxirgi commitimiz yaraldi. ls komandasi orqali ko'rishimiz mumkin, revert faylimiz yo'q bo'lib qoldi. Nima uchun? Chunki bu faylni o'sha revert commitda yaratgandik. Commitni orqaga qaytarganimiz uchun faylimiz ham o'chib ketdi. Git reset komandasini o'rganib chiqishimiz uchun kelinglar 3 ta commit yaratib olamiz. Git reset komandasi yordamida reset 1 commitimizga qaytamiz va bunda hech qanaqa option yozmaymiz. By default git reset mixed rejimdan foydalanadi. Bunda biza reset 1 messageli commitga qaytamiz hamda reset 2 va reset 3 commitdagi o'zgarishlarimizni working tree ga o'tadi. Git status komandasini outputini ko'radigan bo'lsak, o'zgarishlarimizni unstaged holatda turibdi, ya'ni working tree da stage'ga o'tkazish mumkinligini ko'rsatib qo'ygan. Va o'zgarishlarimiz ham o'chib ketgani yo'q, fayldagi qatorlarimiz turibdi working tree da. Git log komandasi orqali commitlarni tekshirganimizda ko'rishimiz mumkinki, biza reset 1 commitga qaytdik, 2 bilan 3 bizada endi ko'rinmayapti. Working tree ga qaytarib qo'yilgan o'zgarishlarni bitta commit sifatida yana commit arrayga o'tkazib olamiz. Git status komandasi yordamida holatni tekshirganimizda ko'rishimiz mumkin, working tree da ham, staged array da ham hech qanaqa o'zgarish yo'q. Endi git resetni soft rejimidan foydalanib yana reset 1 commitga qaytamiz. Bunda reset 3 commitdagi hamma o'zgarishlarimiz endi staged arrayga o'tib qoladi. Git status komandasini outputidan ko'rishimiz mumkinki, commit qilinishi mumkin bo'lgan change'larimiz sifatida ko'rsatdi bizani o'zgarishlarimizni. Orqaga qaytargan o'zgarishimizni yana bitta commit sifatida commit arrayga o'tkazib olamiz. Bu yerda git add qilishimiz shart emas, chunki shundoq ham o'zgarishlarimiz staged arrayda turibdi. Faylimizni kontentini ham tekshirib olamiz. To'liq reset 1 2 3 qatorlarimiz turibdi va git log yordamida commitlar historisini ham ko'rib olamiz. Reset 1 reset 3 commitlarimiz bor. Ana endi hard rejimdan foydalanib git reset komandasi orqali reset 1 commitiga qaytganimizda ko'rishimiz mumkinki, git status komandasini outputi bizga hech qanaqa o'zgarish borligini ko'rsatmadi va faylni kontentini ko'rganimizda ham reset 2 va reset 3 commitlarida qilingan o'zgarishlarimiz shunchaki o'chib ketganini ko'rishimiz mumkin. Bunaqa holatda o'chib ketgan commitlarni git reflog orqali hashini topib qayta tiklashimiz mumkin. Localda 1 oy davomida 30 kun davomida saqlanadi o'chib ketgan commitlarimiz. Ushbu commitni hashini topganimizdan keyin git checkout komandasi yordamida shu commitga yo'qolgan commitga qaytib olishimiz mumkin va bunda bizani head pointerimiz vaqtincha detached holatda bo'ladi. Endi bu commitni branchimizga qo'shib olish uchun eng to'g'ri va xavfsiz yo'li ushbu commitdan biza bitta branch yaratib olamiz. Git switch komandasi orqali -c optioni bilan branchni nomini beramiz. Vaqtinchalik branch bizada branch yaraladi. Undan keyin asosiy branchimizga qaytgan holatda shu vaqtincha yaratgan branchimizni asosiy branchimizga merge qilsak bo'ladi. Shu bilan biza yo'qolib ketgan commitdagi o'zgarishlarni qaytara olamiz. Fayl kontentidan ham buni ko'rsak bo'ladi. O'sha yo'qolib ketgan commitdagi change'larimiz yana faylga qaytib qoldi. Vaqtincha branchni -d optioni yordamida o'chirib yuborishimiz mumkin.